Assalomu alaykum, hurmatli koreys tili o'rganuvchilari. Demak, bugungi darsimizni yana boshlaymiz. Bugun demak biz o'tgan safargi darslarimizda demak unli va undoshlar haqida va salomlashish haqida tanishgan bo'lsak, bugun ko'pchilikni adashtiruvchi narsa, ya'ni patsim haqida gaplashamiz. Patsim o'zi nima? Hop, koreys tilida patchim bor. Koreys tilida bilamizki, so'zlar yon tomonga, chapdan o'ngga qarab yoki tepadan pastga qarab yoziladi. Yozilish turlari bor. Endi bizga patchim kerak bo'ladi. Patchim o'zi nima? Patchim demak bu mana koreys tilida masalan buni p, yo, k harf bo'ladigan bo'lsa, birinchi p ni, keyin yo ni, keyin k ni o'qiymiz. Mana shu holatda bizda uchinchi yoki patchimdagi mana k harfi, patchimdagi harf demak bizda patchim deyiladi mana. Mana shu k harfi patchim deyiladi. Demak, oddiy sodda qilib aytganda pastdagi harfimiz, pastdagi uchinchi yo to'rtinchi harf patchim bo'ladi. Uchinchi yoki to'rtinchi harf pastdagi patchim bo'ladi. Mana bunga keladigan bo'lsak, mana bunda endi patchim yo'q. Chunki men aytdimki, uchinchi yoki to'rtinchi harf patchim bo'ladi dedim. Mana bunda ikkita harf bor. P, U, O, K. Pok. Yoki pak. Mana 1, 2, 3, 4. K demak, bitta patchim bo'lib kelyapti. Patchim bo'ladi. Mana shu narsani patchim deyiladi. Va bu patchim demak doim undosh bo'lishi kerak. Undosh bo'ladi. Unli bilan patchim hech qachon tugamaydi. Undosh bo'ladi. Bo'g'in oxirida bo'ladi mana. Pak. Demak, bu bitta bo'g'in, bitta so'z. Yoki bo'lmasa mana nun, n, u, n. Nun. Mana bunda ham pastdagi n harfimiz bu patchim deyiladi. Endi patchimni o'qish bilan birgalikda biz yuqorida aytdikki, ba'zi harflar ikki xil o'qiladi dedik. Ya'ni k yoki g dedik. Ba'zi harflar t tarzda o'qiladi. Mana shularni ba'zi harflar l yoki r dedik. Mana shularni yaxshilab o'rganib olishimiz, bilib olishimiz kerak o'qishda, so'z yodlashda xato qilmaslik uchun. Xo'p, demak, har doim patchimda keladigan bo'lsa va so'z bo'g'inni oxirida kelsa, mana bu harfimiz k o'qiladi. K. Patchimda keladigan bo'lsa va bo'g'in oxirida. Xo'p, bundan keyin bu harfdan keyin patchimda kelsa-da, lekin unli harf bilan boshlanadigan so'z kelib qoladigan, harf kelib qoladigan bo'lsa, demak g ga aylanib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun buni bir qarab olishlaring kerak bo'ladi. Ya'ni yaxshilab yodlab olishlaring kerak bo'ladi. Xo'p, bu nun, doim nun tarzida o'qiladi. Endi ba'zi harflarimiz borki, patchimda kelsa, ya'ni oxirgi bo'g'inni oxiridagi harf bo'lib kelsa, u o'zi boshqa harf bo'lsa-da, lekin t tarzda o'qiladi, t tarzda talaffuz qilinadi. Masalan, mana buni bilamiz, bu t harfi o'zi, t yoki d harfi. Patchimda kelsa, doim t tarzda o'qiysiz. Kot. Mana buni ham bilamiz. Bu ham t harfi. Har doim patchimda kelsa t o'qiramiz. Boshida kelsa ham t o'qiladi. Buni farqi yo'q. Mit. Endi bizda ba'zi holatlar borki, patchimda kelsa u harf o'zgarib ketadi. Masalan, mana bu harfni biz s yoki sh deb o'rganganmiz. Ya'ni hozir siz shuni t o'qilishini bilmasangiz, os deb o'qiysiz. Os. Lekin bu harf patchimda keladigan bo'lsa, t tarzda talaffuz qilinadi. Ot. Yoki mana bunisi biz ch deb o'rgandik. Endi bu ham patchimda keladigan bo'lsa, nat. Mana bu ham xuddi shunga o'xshagan. Kot. Mana bu h harfimiz ham bor. Boshda h, patchimda t. Hit tarzda talaffuz qilinadi. Lekin bitta narsaga e'tibor berib qo'yamiz. Mabodo shu harflardan keyin unli harf bilan boshlanuvchi bir bo'g'in keladigan bo'lsa, demak bu o'zini
asl holiga birinchi qanday o'qilgan bo'lsa o'shanga qaytib qoladi. Masalan, o't bu kiyim, o't bo'ladigan bo'lsa, kiyimni deydigan bo'lsangiz, il degan qo'shimcha bor. Osil bo'lib qoladi. Osil yoki oshi tarzda. Mana bular ham xuddi shunaqa bo'lib ketadi. Ko'chil, tarzda o'qiladi. Faqatgina bundan keyin undosh harf kelsa yoki bo'lmasa shu holatda qoladigan bo'lsa, mana shu T tarzda o'qiyveramiz. Ya'ni demak, chni, chjni, sni T tarzda yoki mana bu hni T tarzda o'qir ekanmiz pachimda kelgan holatda. Hop, mana bu holatdayam endi pachimlar tugasa, demak L o'qiladi. So'zni boshida va pachimda keladigan bo'lsa L o'qiladi. Ikkita unli orasida kelsa R tarzda o'qiladi deb aytdik. Mana bu ham kom, bu o'zgarmaydi hech qanaqa. Mana bu chip, ip yoki mana buni biz o'rgandikki, mana bu harf dumaloqcha harfini biz o'rgandikki, so'zni boshida kelsa, mana bu so'zni boshida kelsa, ya'ni unli bilan boshlanuvchi harflardan oldin kelsa, demak hech qanaqa ma'noga ega emas, faqat unlini suyab turadi, ya'ni yiqilib ketmaslikni oldini oladi. Tik unlilarni yonidan, yotiq unlilarni tepasidan yozilardi va hech qanaqa ma'no anglatmas edi. Lekin endi biz o'rgangan pachimda keladigan bo'lsa, bu endi ng tarzda o'qiladi. Mana bu holatda demak ip bu hech qanday o'qilgani yo'q, ip tarzda o'qiymiz. Mana bu holatda esa pang, pang, ng tarzda talaffuz qilar ekanmiz. Hop, pachimlarni yaxshilab bilib olishimiz kerak. Pachimlarni yaxshilab bilib olsakgina, hech qanaqa xatosiz so'zlarni o'qiymiz va yodlashda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Mana bu holatlarda agar kitobingiz bo'lsa, bularni va shu 47-betni ochasizda, ularni bitta-bitta yozib chiqsangiz bo'ladi. Mana pyo, pachimga k yoziladi. Pyoq. Bu pachimni bilmaslik noto'g'ri yozishga ham olib keladi. Shuning uchun yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Pyoq devori, pak tashqari, nun ko'z, san tog', mitdagi o't, mana kiyim, nat kunduzi, ko't gul, tal oy yoki mul suv, ayiq, san demak 3. Mana shu holatlarda siz bularni yozib chiqib o'rganishingiz kerak bo'ladi. Demak, hamma so'zlarni o'zi rasmlar bilan berib qo'ygan. Bemalol yodlab olsangiz bo'ladi. Chip, uy, suv, o'rmon, ko'ng, to'p, pang, xona tarzda. Demak, bemalol yodlab olsangiz bo'ladi. Hop, mana bularga ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana hozir aytib o'tib ketdimki, mana bu ikkita harf keladigan bo'lsa, bunda pachim yo'q. 3 ta harf bo'ladigan bo'lsa, mana pa va pasiga yoziladigan bo'lsa, bunda pachim bor. Suv, bak, chek, puok, pak, san. Mana shu holatlarda simmun. Simmunga e'tibor beradigan bo'lsak, pachim ikkita, birinchisi n, ikkinchisi ham n. Shin birinchi bo'g'indagi n pachim va mun ikkinchi bo'g'indagi n ham pachim bo'ladi. Demak, e'tiborlaring uchun salomat bo'linglar. Pachimi bor so'zlardan ko'proq yodlab, pachimni demak ko'proq o'rgansangiz va o'qilishlarini ham yaxshilab e'tibor bersangiz, bu koreys tilini osonlik bilan o'rganib ketasiz. Va keyingi darslarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.